Bugun 23-aprel erta mana Marg'ilon shahar Lazzatda joylashgan Umidaxon Pardalar Collection saloniga Brus Ermin mashinkasini olib keldik. Kimga shunaqa mashinkalar zarur bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Kimgadir uylariga chiroyli dizayndagi pardalar zarur bo'lsa, Umidaxon Collection pardalar saloniga murojaat qilishlari mumkin. Chiroylimi? Kimgadir ishonchli chiroyli pardalar zarur bo'lsa, mana Umidaxon Collection pardalar saloniga murojaat qilishlari mumkin. Yoki ishonchli yaxshi tikuv mashinalari, bunaqa yaxshi ishonchli tikuv mashinalari zarur bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Oldin ham bu qizimizga mashinkalar olib kirib berganmiz. Yana mashinka zarur bo'lgan ekan, aloqaga chiqishdi. Mashinkamiz o'rnatib bo'ldik mana. Mana shu videoda yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sizga mashinka kerak bo'lmasa, ularga mashinka kerak bo'lib qolishi mumkin. Qachondir mashinka olib, shu mashinkadan tirikchilik qilib, ro'zg'orlarni tebratsa, sizga ham o'shani savobidan yetib turadi. Yaxshi ishonchli tikuv mashinalar faqat bizdan uzoqlashmanglar. Salomat bo'lasizlar. Mana mijozimiz tekshirib ko'rib olyaptilar o'zlari. Kimga shunaqa mashinkalar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin.